Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 16-dan 19-aprel kunlariga ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16-aprelda ayrim joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 17-19-aprelgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 16 va 17-aprelda 15-20 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. 16-aprelda ayrim joylarda 25-28 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 16-dan 18-aprelgacha 5-10 darajalik, 19-aprelda 7-12 darajalik, kunduzi 16-17-aprelda 12-17 darajalik, 18-19-aprelda 20-25 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16 va 17-aprelda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 18-19-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 16-17-aprelda 15-20 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. 16-aprelda ayrim joylarda 25-28 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 8-13 darajalik. Faqat 18-aprelda 6-11 darajalik, kunduzi 16-aprelda 13-18 darajalik bo'ladi. 17-dan 19-aprelgacha 23-28 darajalikgacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16-aprelda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli sel ketadi. 17-aprelda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 18-19-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 16-aprelda 15-20 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda 25-28 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat 16-17-aprelda kechasi 8-13 darajalik, kunduzi 13-18 darajalik. 18-19-aprelda kechasi 6-11 darajalik, kunduzi 20-25 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16-aprelda yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda sel ketadi. 17-aprelda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 18-19-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 16-aprelda 15-20 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda 25-28 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat 16 va 19-aprelda 8-13 darajalik. 17-18-aprelda 6-11 darajalik, kunduzi 16-aprelda 15-20 darajalik bo'ladi. 17-dan 19-aprelgacha 20-25 darajalikgacha ko'tariladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 16-aprelda yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda kuchli sel ketadi. 17-aprelda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 18-19-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 16-aprelda ayrim joylarda 15-20 metr sekund tezlikkacha kuchayadi. Harorat kechasi 16-aprelda 10-15 darajalik bo'ladi. 17-dan 19-aprelgacha 6-11 darajalikgacha pasayadi. Kunduzi 16-aprelda 13-18 darajalik bo'ladi. 17-dan 19-aprelgacha 20-25 darajalikgacha ko'tariladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.